Termiz shahrida xavfsiz kibermakon targ'ibot tadbirlari doirasida ma'naviy-ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda talaba yoshlarga sodir etilayotgan kiber jinoyatlar, ularning jamiyat va shaxs hayotiga salbiy ta'siri, shuningdek, ushbu tahdidlardan himoyalanish yo'llari bo'yicha tushunchalar berildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Termiz shahrida o'tkazilgan tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida internet orqali amalga oshirilayotgan firibgarlik, phishing hujumlar, soxta akkauntlar, shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqatilishi va onlayn tazyiq kabi holatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Talabalarga kiber jinoyatlarning huquqiy oqibatlari, ularning oldini olishda har bir foydalanuvchining mas'uliyati muhim ekanligi tushuntirildi. Shuningdek, tadbirda shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash, kuchli parollardan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlarda axborotni tanqidiy tahlil qilish, noma'lum havola va xabarlarga ishonmaslik, onlayn to'lovlar vaqtida ehtiyot choralariga amal qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mazkur uchrashuv yoshlar orasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish, internetda xavfsiz va mas'uliyatli foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlash hamda jinoyatlarning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi.